Tekrar hoş geldinler. Bizge hazır. Gülşen Abdülkadir Hanım. Kırgınçılıktan tercümanı degan temada leksiya so'zlar qildi. Gülşen Hanım tanıyalım. Assalamu alaikum. Bugünkü İstanbul'da şiir leksiya faaliyetimizin hürmetli iştirakçıları. Aslında ben şu Nemçün ben Toronto'dan Washington'dan İstanbul'a işte uzun bir nemeden uçup bu leksiyanın üçüncülük kıymetli bilip buyruq gelişi bilen bu oturup bir sefere çıkan bir askerlik ve gidip geldim bu yerdeki ayrılan geliş jarayonunu bilen oyladım. Bulan işlerde ortaklaşmak istedim. Lekin erkensizlik akımız pek pişikке. Ara 30 minut vakit veripti. Şunca yol vurup 2 minut uzat bıraksam uzat beni. Yani az kendi jüratım ama bölümün otosun birin please desem beni. İşte o hayallarımı kısalttırdım. Bu pek hayallarım böyle pezdi. Bu kırgınçılığın tercümanı kıyıp kılıp size aşılarını anlayıp ketettimler. Bu da onun yanı bir fırsat bu kadar. Bugün kırgınçılığın tercümanı hakkında leksiya söyleyeyim. Ben tercümanlığa belki ehemmiyet vermem. Benim ilgili bir makalamı var, namayışın tercümanı deyiləm. Aşı Facebook betimde oxuqsanlar buldum. Tercümanlıq pek mühim tercümanlıq. Her bir nərsəninki özü xas tercümanlıq oldu. Bir nərsədən qutuluş üçün biz mesela kutumuzda çatışıb olan ya ki biz qutuluş təsbih etən zərif bir nərsədən qutuluş üçün əlbəttə onun tercümanlığını yaxşı bilsək, onunki qutuluş yollarını tapalayımız. Xitay Uyğurlar yürgüzüb atqan bu qırğınçılıqnamı bir tercümanlığı var. Xitay Uyğurlar yürgüzüb atqan bu qırğınçılıq Uyğurlarına beşiq gələn tunç qırğınçılıq emas. Tercümanlıq degan vaqtimizda məsələn Yıldızlar sisteminin namı, kainat namı, tağlar namı, dərəxtlərin, bambukның, insanların tercümanlığı oldu. Biz bir işqi iltimas qılğan vaxtımızda birinci olub bizden tercümanlığımızı bilməkçi oldu. Çünki bizni bilməkçi. Bizden qandaq ədəm işgəlligimizni, şu işini yaxşı qılalaydıqan, qılamaydıqanlığımızı biliş nöqtəsindən bizden tercümanlığımızını soraydım. Yəni bizden neymiş qılalaydıqanlığımızı, qandaq bir təcrübə savaqlığa işgəlligimizni bilməkçi oldu. Biz tercümanlığı yaxşı bilgən vaxtımızda şu nərsəyə bolğan düşəncimiz aşılı, xatalıqlar və təcrübə savaqlarının qayta təkrarlanışını aldın alalayımız. Hər qandaq nərsini ki, tercümanlığını yaxşı bilgən vaxtımızda şu nərsini yaxşı qılalayımız, kim çıxış mənbəsi, zihni, aqibət haqqında əxli yəqin çıxırıb, umumizlik halda tədbirlərini alalayımız. Məsələn, bambukunu alaydı. Bambukun özü xas bir tercümanlığı var. Siz bambuk urug'ini yaktikəndən keyin toxtumay sabır taqat bilan 5 yil bambuk su qo'yishingiz kerak. Yoki 6 ay su qo'yib, 1 yil su qo'yib to'xtab qolsangiz, dunyodagi eng po'latdan kuchli bo'lgan bambukqa erisholmaysiz. Bu bizga bir sabır taqatni yutadi. Bambukqa 5 yil to'xtumay yarikkan su qo'yib qo'ygan vaqtida bambuk ko'chdi, bir kuni o'zi bixsirib yerning ustiga bo'lib chiqdi. Ondan keyin 6 hafta o'tgandan keyin bir haftam 26 metr egizlaydi. 6 haftaning ichida. Demak bu 26 metr egizlikka bambuk faqatlam 6 haftada erishdimi, undaq emas. U 5 yil jarayonida o'zini ikki qatlamdan kengaytirish uchun yer qatlamlarining ichida futbol maydonchilik cho'nglikda bir yildizni shakllantirdi. Bu bambuk mandaqcha aytganda bir oyatga o'xshaydi. Oyat demak, bishorat demak, u oyat bizga bir bishoratni beradi. Chunki sen qo'rq gap qilmay, o'zingning ishki mexanizmingni mukammallashtir. Shu chog'dan sen dunyodagi eng kuchli bir narsa bo'la olasan. Bu millatlarga shunday masalan qurilish ishchilariga shunday fontanini qancha cho'nqir qazgan sari
O bina şuncha mustahkam bino bo'lib, bitirib turalaydi. Depremlarda, mundaq yer tebrilishlarda hech qanday o'rilib ketmaydi. Bu da Turkiyadagi depremda bu ishki qurilmaning qanday bo'lishining muhimligini pek yaxshi his qildik. Millatlarning kuchayishidimi, shu bambukning tarjimali bizga bir ders bo'lalaydi deb o'ylayman. Elbette şuna o'xshagan Uyg'ur qirg'inchilik tarixining bir tarjimali bor. Biz bu tarjimani yaxshi kelgan tadqiq qilgan vaqtimizda, amaliyotda Uyg'ur qirg'inchiligining tarixini tadqiq qilgan vaqtimizda biz o'zimizningki shu Xitoy qirg'inchiligidan qutulish yo'llarimizni topa olamiz deb o'ylayman. Bugun men 10-asrning oxiri, 11-asrning boshlari biz saltanatlik deb kelayotgan Qarxonlar sulolasidan boshlangan başını hazırlığı çıkarken 10 asırlık yani 1000 yıllık Uyghur tarixinin qirg'inchilik tarihi haqida azroq bir izini topdim. Pek çok emas bu tarixlarni izlagan vaqtimizda şanlı saltanatlik tarixlarimizdan ostida yana o'zimiz qirgan kafir Uyg'ur, musulmon Uyg'ur bo'lib bir o'zaro bir-birimizni qirishgan tarixlarimizni meni beklam afsuslantirdi. Sultan Sutuq O'raxon buvimiz bilan ba'zida men pichirishib ketaman. Tunji islom dinini qabul qilgan, islomni Uyg'urlar orasida ilib kirgan Sultan Sutuq O'raxon buvimiz bilan 100 yil 10-asrning oxiridan 11-asrning o'rtaligigacha 100 yil Xotan, Qashqar mushtaraflardan ait qanliq islom dinini shu millatning eng yuksak dini qilish jarayonida nurg'unlagan qirg'inchiliklar bo'lgan ekan. Endi 2016-yildan e'tiboran Xitoy Uyg'ur xalqini millat sifatida yo'qotib, tarix betlarini butunlay supurib tashlash maqsadida dunyo qayta takrorlanmaydi deb qaragan Hitlerning Yahudi jazo lagerlari, Stalinning Gulag lagerlariga o'xshaydigan jazo lagerlarini qurib, 3 milliondan 5 milliongacha Uyg'urni bu jazo lagerlariga tashladi. Bu Xitoy tarafidan Uyg'ur xalqi ustidan ilib berilayotgan eng ig'ir, eng dahshatli qirg'inchilik bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlarning beshiga kelgan tunji qirg'inchilik emas. Agar biz Uyg'ur qirg'inchiligining tarjimaini yaxshi o'rgangan vaqtimizda 10-asrning oxirlaridan bugungacha bo'lgan bu 1000 yillik, ya'ni 10 asrlik Uyg'ur tarixining echinishlik tragediyasidan yaxshi yakun chiqara olamiz. Uyg'urlar bu 1000 yillik tarixida faqat Xitoyning qirg'inchiligiga uchragan millat emas. Qirg'inchilikning tarjimali bizga 10-asrning oxirlaridan 11-asrning oxirlarigacha bo'lgan bir asr jarayonida islom dinini birdan-bir mutlaq millat dini qilish uchun ilib berilgan diniy kurashlarimizda Uyg'urlarning musulmon Uyg'ur va kafir Uyg'ur degan ikki guruhga bo'linib, o'z-o'ziga qanday qirg'inchilik qilib bo'lganligini so'zlab berdi. Men bu shu 1000 yil avvalgi tariximizning biz vatan qurgandan keyin bu tahrifni qilishdan intayin ansirayman. Bu 1000 yillik, ya'ni 10 asrlik tariximizda Uyg'urlarning peshiq kelgan qirg'inchiliklarning turlari tuvandikilardan iborat. Ular Uyg'ur vatandagi islom dinining mutlaq ustunligini qo'llash qirg'inchiligi, tashqi kuchlar va islomchilar ilib borgan qirg'inchiliklar, Abba Xo'ja va Yoqub Bekning qirg'inchiliklari, milliy tarixchilar, ya'ni Yang Zongxiong, Jin Shurin, Shin Stein, Ma Zhongyun qatorli milliy tarixchilarning Sharqiy Turkistonni bulantalan qilish qirg'inchiliklari 1949-yildan keyin, ya'ni Xitoy Kommunist partiyasi Sharqiy Turkistonni bislagandan keyin ilib berilgan 10-yillik millatchilarni tozalash, Madaniy sur inqilobi, May voqeasi, Barin 5-fevral 5-iyul qirg'inchiliklari, eng oxirida bugun biz beshimizni o'tkazayotgan jazo lagerlari qurilishi qirg'inchiligidan iborat. Bu leksiyarimda shu Uyg'ur qirg'inchiligining 10 yillik tarjimali ko'zdan kechirildi. Vatanimiz Sharq Turkistonni qayta qurgandan keyin paydo bo'lish ehtimoli bo'lgan diniy tushuncha, fikr ixtiloflarining bizni tarixdagi ota-bobolarimiz boshiga kechirgan ichinishlik tragediyalarni qayta so'rab olmasligi, qirg'inchilik tariximizni dushmanning qo'li bilan emas, balki o'z qo'limiz bilan qayta takrorlab qolmaslik uchun Uyg'ur qirg'inchiligining tarjimaini yaxshi bilishimiz, tahlil qilishimiz, tajriba savoqlarni yakunlab, tajriba savoqlaridan dars chiqarishimiz lozim. Biz zaman bir gün müstakil Sharqiy Turkistonni qurib chiqamiz. Buning ishonchimiz va imonimiz komil. O chog'da bizning o'zimizga tava müstakil
milliy armiyamizmi, harbiy kuch qurol yaroqlarımızmı bo'ldi, ammo biz tarixdagi o'zimizga qilgan qirg'inchilik tajribalarımizdan ochiq tajriba saboq olmagan vaqtimizda bu qurol yaroqlarimizning tug'ishi dushmanga emas, balki o'zimizga qartilgan ahvol kelib chiqdi. Bu yerda men Qo'ja Uyg'ur xonadonligi hamma dinlar birlikda mavjud bo'lib turadigan İpek yo'lining chaqnagan yo'lsiz edi degan bir mavzuni kirgizdim. Shu tarixlarimiz 1000 yil ilgari bizning ota-bobolarimiz İpek yo'lining sol qanotida Qo'ja Uyg'ur xonadonligi deydigan bir xonadonlikni qurgan ekan. Buningda bu davrda islom dini va boshqa ko'ktirik ma'ni dinlar hamma dinlar nihoyatda yaxshi o'zaro urush jadal qilmay, ittifoqlashib, qon to'kilmay chiqayotgan. Men o'ylayman, biz davlat qurib qolsak kelajakda shu Qo'ja Uyg'ur xonadonligidek bir davlat qursak degan bir o'yim bor. Ayni chog'da shu Qo'ja Uyg'ur xonadonligi sayohatga kelgan Xitoy sayohatchisi Wang Yandi Beshbaliq shahrining go'zalligi, xalqining bayashatligi, madaniy yasham saviyasidan hayron qilib, mundaq deb yozgan o'zining xotirasida shahar aholilari boshqalarni tushunadigan, rostchil va samimiy kishilar edi. Ular oltin, kumush, mis buyumlar bo'libmi, qaja va sabal buyumlardan yasashga mahir edi. Qashtishidan bu zinnat buyumlari yasashni yaxshi biladi. Yaxshi bir otning bahosi 12-20 metr ipak, o'tirhal bir otning bahosi 3 metr ipak to'g'ri keladi. G'alati edi, ammo bu tuproqlardan nomrod odam yo'q edi. Eng nomrod kishilarni go'sht bilan g'izallanadi deb yozdim. Endi tuvanda yuqorida ta'kidlab o'tgan 4 cho'ng qirg'inchilikning birisi bo'lgan islom dini uchun ilib berilgan bir asrlik Uyg'ur qirg'inchiligi haqida to'xtalib o'taman. 10-asrning asridan o'ttirlari, oxirlari yoki 11-asrning o'ttirlari, oxirlarigacha bo'lgan taxminan shu bir asr Uyg'ur tarixidagi qarqalar silsilasining yuzlangan mazgil bo'lishi bilan birga yana nurg'ulg'an qimmatli tarix tajriba saboqlarini qoldirib ketgan bir asr bo'lib, bu bir asr ekani 100 yillik tariximizda bizning bekmi ijoddirligini islom dinini tanrisiz din, Allohning dini qilish yo'li ilib berilgan musulmon Uyg'ur bilan kofir Uyg'urning o'zaro bir-birini qilish tarixi bo'lib hisoblanadi. Albatta bu davrdagi podshohliklar hozirgi davrga o'xshamaydi. Ularga zamin kamaytirish uchun o'zining zaminni texnik cho'ng bir territoriyani qo'lga keltirish ham o'zining dinini shu dunyodagi hamma dinlarni oldida turgan din qilish uchun naytni kurashlarni olib borgan. Bu faqat Qoraqalloq uchun emas, Osmonli uchun shundoq boshqa dinlar imperatorliklar uchun shundoq. 1988-yili Şinjan İctimai Fanlar Akademiyasi Din tadqiqot instituti tuzgan Buğra Xallar tazkirasi nomli qissada ustozi Abu Nasr Samoniyning yushurin holatda islom dinini qabul qilgan Sutuq Bo'raxonning musulmon bo'lishini rad qilgan kofir Uyg'urlar bilan bo'lgan bir kunlik jangda 500 nafar kofir Uyg'urning qatl qilganligi tilga ilindi. Maalesef bu biz yushirib qolsakmi yushirig'ini bo'lmaydigan bir haqiqat, bu tarixlarda xatarlangan. Bu yerda o'zim yozgan narsa emas, shu bizim 10 yil oldingi tariximizda shuna xatarlangan. Undan boshqa bu tazkir yana 12 ming kishilik musulmon qo'shini kengaygan Sutuq Bo'raxonning bir kechada o'zining bekvagan dadisi va tavsi Harun Bo'raxonning o'rnisiga bostirib kirib, dadisi Harun Bo'raxonni islom diniga kirishga da'vat qilganligi, Harun Bo'raxon islom diniga kirishni rad qilganda uni o'ldirganligi, faqat islom dinini qabul qilishdan iborat ichki urush jarayonida 16 yosh vaqtida g'oziylik unvoni berilganligi tilga ilindi. Bu bizning shu 100 yillik tariximiz etmagan o'zimiz ichki urush bizning bir ichinchilik ko'rinishi. Yana Buğra Xallar tazkirasida bayon qilinishicha Sulton Sutuq Bo'raxon milodiy 972-yilda vafot bo'lgandan keyin Qashqar podshohlik taxtiga o'tirgan Sulton Sutuq Bo'raxonning cho'ng o'g'li Hasan Bo'raxonning Xotan xalqini islom diniga kirgizish uchun qattiq janglar ilib borganligi aytildi. Yana Buğra Xallar tazkirasida Chokti Rashid, Nokti Rashid, Chakalu, Anankin Halhalu Machin qatorliq Xotandagi islom diniga kirishni rad qilgan kofir Uyg'urlarning 4 nafar sarkisimi o'z navbatida 130 ming kishilik qo'shin bilan Qashqar shahrini qo'riqchi olganligi, bu
bu koşuş uzun sözlük Qashqar şəhərinə işıq qapsılıb qalğan Müslüman Uyğurlar arasında təhəccüdük əvcəvalığı Həsən Buğraxan, Yusuf Qadirxan, Ali Arslan xanlarının bu 130 min kişilik kafir Uyğurlara qarşı 40 min kişilik qoşun bilan cəng ötüb bir günlük cəngdə 500 kafir Uyğurunu öldürgənligi, Xotanlik kafir Uyğurlarının ağır məğlubiyyət uçrab yeni sağ çəkingənligi, Həsən Buğraxanın kafir Uyğurlarını qo'llash uchun jiyani Ali Aslanxonga 90 min kishilik qo'shin hazırlab berganligi va bu dahshatli urushda kafir Uyğurlar bilan musulmon Uyğurlar ig'ir mag'lubiyatga uchraganligi, Ali Aslanxonning kafir Uyğurlar tarafidan o'ldirilganligi so'zlandi. Islom dinining Xudoga kirishi va islom qarshi urushlarning tazkirimi Mavrayin Nahir bo'yidan kelgan 4 imomning Qarqala sulolasining podshosi Hasan Buğraxon va shu davrdagi harbiy qo'mondon Yusuf Qadirxonlar bilan birlikda islom dinini Xotanga ilib kirish uchun ilib borgan qonliq qirg'inchiliklar tilga ilingan bo'lib, tazkirda shu davrdagi mashhur imomlardan Imom Nasriddin, Imom Muiddin, Imom Zahiriddin, Imom Qavomiddinlar 40 min kishilik qo'shin bilan Qashqarni islom dini shahri qilish uchun yurish qilganligi tilga ilindi. Tezkirde yanıtılığıyla harbiy qo'mondon Yusuf Qadirxon Qashqar xalqiga shunday xitob qildi. Bizga 4 imom buyruq qildi. Sizlar islom diniga kirishingizlar kerak. Agar islom diniga kirmasangizlar, joylik bilan o'zingizlar zulm qilgan bo'lsizlar. Qo'llaringlar eriqdagi suvdek oqizilib, boshlaringlar soy teshidek kesilib tashildi. Mol-mulklaringlarni vayron qilsizlar. Bu maktub ve xitobdan keyin Qashqar xalqi yoshlik bilan islom dinini qabul qilganligi uchun Qashqarda cho'ng qon to'kilish bo'lmaydi, ammo Xudo xalqi, ya'ni islom diniga kirishni xohlamagan Xudo xalqi qonliq qirg'inchilikka uchraydi. Islom dinining Xudoga kirishi va islom qarshi yurish nomli tazkirda bu musulmon kafir urushida dadaning balaning dada qaradek holi qolmadi. Qonlar daryo bo'lib oqdi deb yozdi muallifi. Qarqala sulolasi mezgilida ilib berilgan islom dinini qabul qilish va kengaytirish kirish jarayonida ma'ni budda va xristian diniga e'tiqod qilgan Uyg'urlarni islom dinini kirgizish uchun ilib berilgan janglardagi to'qilgan she'r qo'shiqlarni o'sha davrning tarixini aniq ifodalab berilgan pak sifatida hurmatli Mahmud Qashqari buvimizning Divani Lug'ati Turk nomli asarida uchirtalaymiz. Ayni tarixda musulmon bo'lmagan Uyg'urlar tat yani yat deb atalgan bo'lib, Qarqali Uyg'ur askarlarining bu yatlarni musulmon qilish uchun ilib borgan janglari tuvandagidek she'r qo'shiqlar bilan ifodalangan. Tarafdagisi Chag'ataychisi, o'rtadagisi Turkchisi, o'rtadagisi Uyg'urchisi. Chag'ataychisi shunaqaki kaldimaga tat, aydim amdi yat. Qashqar bo'lib at, seni tillar asberi. Turkchisi kaldimaga g'ayir bir tat. Hemen vurdum, öldürdüm. Parçaladım onun etini, kurda kuşa yem kıldım. Uygurcusu kendime gayri bir yat, şu zaman vurdum, öldürdüm. Parçaladım tenini, böyle kuşa yem kıldım. Bunlar misallarını pek çok kuşurtalıysa, ama okulunlardaki devir ve bizlikten kitapta nurgun misallarını aldım, şu Türk İttiler Divanı'ndan. Onun da başka Qarqala Sultanı alıp degen gazının aynı tarafta Manglaş dep atıldığan hazırki olcuk gelip İslam dininin dalalatlı jarayonidagi kurashlarni Mahmud Qashqari mana yana nurgun she'r qo'shiqlari bilan ifodalaydi. Xitoy birlikdagi Yusuf Qasraj buvimizning Xitoy birlikdagi shu davrdagi qirg'inchiliklar ifodalangan mavzudagi belgilar. Afsus Yusuf Qasrajning boshqa dindagi Uyg'urlarga bo'lgan tushunchasi Mahmud Qashqarining Turk tillar divani nomli kitobidagi diniy tushunchalar bilan o'xshash bo'lib, uning Xitoy birlik nomli tarixiy asarda islom diniga kirmagan Uyg'urlarni qirib tashlash, mol-mulkni musodara qilib, qiz ayollarni qul dilab qilish haqidagi misralar uchirtalaymiz. Tuvanda ko'rsatilgan o'rnak Xitoy birligining Turkcha nusxasidan bir o'rnak bo'lib, bu o'rnakda musulmonlikni qabul qilmagan Uyg'urlarning uylarini o't qo'yib, kuydirib, yer zaminlarini bulab, cami qil ulardan bulg'an boylik bilan xazinalar qur degan misralardan iboratdir. Mana bu tarafdagisi turkcha, turk nimaning tadqiqotlikning turkchisi, bu tarafdagisi uyg'urcha. Qarqala sulolasi yemirilgandan keyin Qaraqtay, yani Kidan xandalligi 1131-yildan 1211-yilgacha bo'lgan araliqdagi qirg'inchiliklar
Ayni çağda İslam dinini kabul kılmak için, İslam dinini şantolamak için, İslam dinini kabul kılmaslık için canlı boğan bolsa, bunu Kaşgar ve Xotan'da. Endi Kiranxanlılık devri kelgen vaqtida İslam dininden çıkarıp etiş için başka tecavüzçülerin, mesela Buda dinini itiqat qilgan bu qara Kiranlar, Xotan'da ipagan qirg'inchiliklar bizga qirg'inchilikdan tarjimonini bilishda bek yaxshi o'rnak bo'la oladi. 1936-yili Qarqala sulasi Xitoy Kidanning Gürxan tarafidan bo'ldi. Qaytib yuksalgan Xitoy hokimiyati Budist bir hokimiyat bo'lib, 1210-yili Xitoyning Gürxani Sharqiy Turkistonning Balsaxon shahrida 47 ming musulmon Uyg'urni qatl qilganligi Zavzatus Sapa ismli bir kishining rivoyatida bayon qilindi. Bu qirg'inchilik Muhammad ibn Buxorining Sharqiy Turkiston tarixi nomli kitobida tilga olindi. Bu qattiq qirg'inchilik bo'lgan musulmonlarni qirq tutish degan bir ideologiya bilan qirg'inchilik yapılan bu qara Kidan hokimiyati. Onundan başqa Kuchli xonning Sharqiy Turkistondagi qirg'inchiliklari bu Kuchli xon degan keyin bular haqida to'xtalmayman vaqt munosabati bilan 1213-yili Kuchli Qashqar shahrini ishg'ol qilib, shaharga o't qo'yib butunlay vayron qilib o'tdi. 1206-yili Mo'g'ul davlatining podshasi Chingizxon Naymanlarga hujum qilib, bularning davatqalarining hammasi Mamtimin Buxoroniki Sharqiy Turkiston tarixi degan kitobda yozilgan. Bu Kuchli xonning shu 1213-yili Kuchli xon Qashqar shahrini ishg'ol qilib, shaharga o't qo'yib butunlay vayron qilib o'tdi. Shahar xalqini uylaridan haydab chiqarib, o'z odamlarini yerlashtirdi. Miladi 1214-yili Kuchli Xotan hujum qildi. Chunki Xotan ayni yillarda islom dini olimlari va taqvodor kishilar to'plashgan bir ilm ma'rifat shahri bo'lgan edi. Qirg'inchilikning tarjimonini qaraydigan bo'lsak, Xotan ikki xil 100 yil ikki asrlik tarixda ikki xil qirg'inchilik duch kelgan. Birisi islom dinini qabul qilish jarayonidagi qirg'inchilikqa 200 yil o'tgandan keyin endi bugun 1214-yilga kelgan vaqtida İslam dininden çıkartıp Budda dinini kabul kılış. Başka Sharqiy Turkistonga besip kelgan tajovuzchilardan qirg'inchilikka uchrab, diniy qirg'inchilikning azobini eng ko'p chekkan Qashqar, Shinjon, Xotan xalqi bo'lib hisoblangan. Arkadan Xotan xalqini islom dinidan chiqib, shaman dinini kirgizish uchun qatma-qat zulmlarni silish boshladi. Xotan shahri tarixda islom dinini qabul qilish uchunmi, mislsiz qirg'inchiliklarga uchragan, shundaqla islom dinidan voz kechish uchunmi qattiq qirg'inchiliklarga uchragan bir shahardan iborat. Ammo Xotan xalqi islom dinini cho'ntirganligi uchun kuchli qo'shtirib qilindi. Ammo u Xotan xalqini islom dinidan voz kechirganligining sababini Xotan'da islom dini olim ulamolarning ko'pligidan bo'lganda qarab, Xotan'da islom dini olim ulamolarning yo'q tutishning ko'rinishi. Shu yili kuchli diniy olimlarni yig'ib, diniy vas munozir deb berib, qaysi dinning olimlari munozirda yengib olsa, shu dinga erishimiz deb buyruq tushirdi. Ertasi Xotan'dagi cho'ng bir maydonga hamma dinlardan bo'lib 3000 dak olim kishi to'plandi. Munozir oxirlashganda kuchli bu maydonga yig'ilgan barliq islom dini olim ulamolarning qilishini o'tkazdi. Shu kundan e'tiboran azon o'qish, jamoat yig'ilib namoz o'qish qatorli islom dini ibodatlari butunlay Xotan'da man qilindi. Masjid va madrasalar vayron qilindi. Kitoblar ko'tarildi. Musulmonlik alomatlari sezilib qolgan kishilar va shiylar o'ldirildi. Shunday qilib kuchli Sharqiy Turkistonga 4 yil hukmronlik qilish jarayonida ilm ma'rifat o'choqlarini buzib chiqib, xon vayron qilib, Sharqiy Turkistonni bir xarobaga aylantirdi. 1218-yili Chingizxonning askarlari Sharqiy Turkiston xalqining yerini yetishdi. Chingizxon kuchni o'ldirib, Uyg'ur xalqini unutmoqchi. Ondan başqa Abbaq Xo'janing avlodlari ilib borgan qattiq qirg'inchiliklari bor. Bularni men isbot etaman. Ondan keyin Ching Sulosxonni Chalmon qirg'inchiligi, Yoqubbek qirg'inchiligi, Zo'zontan qirg'inchiligi, Qumbayliq qirg'inchiligi, Yansonshan qirg'inchiligi, Jinsho'ron qirg'inchiligi, Shinsay qirg'inchiligi va Xitoy hokimiyatining 74 yillik qirg'inchiligi. Biz uchun 1000 yil jarayonida ishimizni o'tgan qirg'inchiliklardan iborat. Qarqallar silosining bugungacha bo'lgan bu 1000 yillik Uyg'ur tarixiga nazar solib vaqtimizda
to'g'risi Uyg'ur qirg'inchiligining tarjimoni degan vaqtimizda qattiq o'kinish ichida o'xtatmay turolmaymiz. İstanbulda 20 leksiyaning ihtiyoji tufayli maqola majmuining ishib ketmasligini ko'zda tutib, keyingi qirg'inchiliklar tarixini sanab o'tib ketish bilan kifoyalandim. Xatima, mening yechilishim tarixdagi xatolarimiz qayta takrorlanmaydi. Tarixda takrorlanmaydigan Yahudi va shu Stalinning buloq jazolariga qaytlarga o'xshash bizmi tariximizni bu o'tgan yuqorqi boshqalarning qirg'inchiliklari emas, o'zimizning shikoyatki masalalarimizni hal qilamiz, diniy, madaniy, siyosiy, til va boshqa masalalarimizni hal qilamiz sababidan yanılar maşınımızlık tariximizde qaytib qalğan, yanı bölümlerimizde andaq qildi, mundaq qildi, mavu andaq deb başladı. Qo'shaqlarni ketib, tarixlarga yetib qolgan ahvollarimiz yuz berib qolarmi degan bir andishidaman. Endi jazolarga Xitoy yurgizayotgan jazolarga umrning uzun bo'lmaydiganligi va yakun kelgusida taqilganligiga ishonchim komil. Ammo meni andishiga solgani xuddi Qarqallar sulosida o'xshash faqat birladim. Ya'ni islom dinlari mavjud bo'lgan va hukm surgan. Bu arada men yana shuni ta'kidlab qo'ymoqchi ekan, hammalarning xabarda bo'lishi kerak. Yaqinda Uyg'urlarning diasporasida Angliya qulaynch bir davlatda bir Uyg'urlarning islom dini, xristianlar birligi qurilganligidan iborat bu xabardan mana xabar topganlar. Buni bir samonaqsi qo'ymoqchiman. Shuni tili. Şenol Kadir Hanım'ın sizlerle yapılan